Inplus magazinda yangiliklar, aksiyalar bo'lib turibdi. Hozir hammasini sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Ketdik. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Inplus magazinini manzillari bilan tanishtirib beradigan bo'lsam, Urganch Dehqon bozorida Sumni teyi. Sumni yana Urganch savdo uyi deb aytiladi. Urganch savdo uyini pastida joylashgan. Mana Inplus magazinga kelaverish, yana bu tarafimizga qaraydigan bo'lsak, Hamkorbankni to'g'risi ro'parasi bo'ladi. Yana eshikdan kirib kelaveradigan bo'lsangiz, yine işi magazinimiz bo'ladi ekan. Bularni ishlash vaqti 9 dan 11 gacha, kechki 11 gacha ishlaydi ekanlar. Assalomu alaykum hammaga. Inplus magazinda yangiliklar, aksiyalar bo'lib turibdi. Hozir hammasini sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Ketdik. Eng birinchi mavzuga keladigan bo'lsak, Honor modeldagi telefonlarimiz bo'ladi. Xohlagan seriyadagi telefonlarni xarid etasizlar. 1,5 million so'mlik telefonmi, 5 million so'mlikmi farqi yo'q. Bizdan kredit yoki naqd verma ahamiyati yo'q. Xarid etasizlar va bizdan shinning chegirma chilla nomli voucherimiz ega bo'lasizlar. Bu voucherni tikdidan bo'lsangiz, bizning do'konimizdan Honor modeldagi telefonni xarid etgan klientlarimizni orqa tarafida danilari bo'ladi. Ismi, familiyasi, bizning qaysi filialimizdan xarid etganligi to'g'risindagi nomeri yozib olinib qolinadi. Kichkina tarafi bizda qoladi, bu katta tarafi o'zlarida ketadi. Xudo xolasa shu oyning oxirinacha 30nacha kechki soat 12gacha g'oliblarimizni aniqlaymiz. Ichimdan 10 dona klientimizni olib, 10nisini ichidan ham birisini saylab olamiz. Xudo xolasa o'yin bo'ladi. Bunda utgan klientlarimiz esa Honor X5D Plus modeldagi telefonimizni shunday podarka etib qo'shib beramiz. Bu bir yangilikimiz. Bundan tashqari bizning do'konimizdan Honor modeldagi telefonlarni xarid etgan mijozlarimizga oldindan 1 million 400 ming so'm to'lab etsalar, xohlagan modelini 1 million 400 ming so'mni to'lab etsalar, qolgan summasini 3 oy o'zini bahosidan foizsiz bo'lib berara xarid etsalar bo'ladi bemalol. Burada yana ham shunday yangilik bor. Inplus magazinga kelib turib, o'zlarining ishlatilgan iPhone modelidagi telefonlari bo'lami, o'zlari ishlatilgan Samsung modelidagi telefonlar bo'lami ko'rib, trading xizmatida bemalol yangi iPhone, yangi Samsung modellarini almashtirib ketsalar bo'ladi. Eng sifatli, eng zo'r narxlarda. Faqat bizda bo'ladi uning narxida xolasa. Bundan tashqari bizning do'konimizga kelib, o'zlarini iPhone modelidan 11 dan baland bo'lgan xohlagan seriyasini aytsalar, S seriyadan ham любой xohlagan seriyasini ishlangan telefonlarni aytsalar, Urganch bo'yicha, Xorazm bo'yicha eng zo'r baholarda sotib ketib biladilar. Ishonsangizlar bo'ladi. Yana shunday zo'r yangilik aytadigan bo'lsam, bizning do'konimizdan telefon xarid etgan har bir klientimiz hech qachon bee'tibor qolmaydi. Har bir klientimizning adi, familiyasi, ismi, nomerlari bizning bazamizda turadi. Bizlarga kelib, xohlagan modellar, xohlasa Samsung, xohlasa Honor, xohlasa iPhone, umuman farqi yo'q. Aytsalar, biz o'zlarimiz shunday mut laminatlarni qo'yib beramiz. Bizdan oldin telefon xarid etgan bo'lsa bo'ldi. Yana bir yangilik, bizdan chexol asalar, yanına yana bir chexolni podarka etib beramiz. Muddatli to'lov eng arzon bahoda xarid etaman degan mijozlarimiz uchun do'konimiz ochiq. Hammadan eng arzon narxda olib ketadilar. Ko'ngillarindagi bahoda xarid etadilar telefonlarini. Bizning do'konimizdan xohlagancha, xohlagan summadan telefonlarni muddatli to'lov xarid etib biladilar. Faqatgina bir dona programma emas, 5-6 xil programmadan ko'rib beramiz. Xohlasa bir pasportni o'zini, xohlasa plastik oboroti bo'lsa, undan yaxshi. Men hozir sizlarga plastik oborot bo'lsa, necha summadan chiqadi to'lovlari, pasport bo'lsa, necha summadan chiqadi to'lovlari, shu telefonlarimiz orqali namuna etib ko'rsatib beraman. Oylik to'lovingiz 280 ming so'mdan chiqadi. Yonida shu plastikingiz bo'lsa bo'ldi. Bundan tashqari, bu tarafda yana X7D modelimiz bor. Bu telefonimizdan eng zo'r telefonlardan biri desam adashmayman. Ishlash tezligi, kamera kачество, batareya tutishlari eng zo'r telefon desam ham bo'ladi. Ammo uni oylik to'lovi necha so'mdan chiqadi desangiz, agar o'zingiz yoningizda plastikingiz bo'ladigan bo'lsa, plastik oborotingiz bo'ladigan bo'lsa, har oyina 275 ming so'mdan tushar ekan. Menimcha, eng budjetli variant shu. Mijozlarimiz uchun iloji boricha kam foizli o'zlaridan qulaylik yaratish uchun shunday summalardan chiqarib qo'yibmiz. Bundan tashqari, bu tarafda yana X9D modeli bo'ladi. Buni pamyati 8256lik, 12256lik bo'lib chiqadi. Bu telefonimizdan agar plastik oborotingiz bo'ladigan bo'lsa, necha so'mdan chiqadi deysizmi? Oylik to'lovi 550 ming so'mdan tushadi. Eldinda hech qanday to'lovsiz o'zini bahasi 550 ming so'mdan 12 ga xarid etsangiz bo'ladi. iPhone'larimizga keladigan bo'lsak, iPhone 13'imizning bahasi o'zini bahasi do'konimizda 6 million so'mdan bo'lib turibdi. Agar oylik to'lovini xarid etaman desalar, har oyingizga 710 ming so'mdan tushadi atiga. Sizlar uchun qulaymi?
Kuru plastik oborotni hisoblab berdingiz-ku, bir dana pasportni o'zidan chiqib oladi deb savol berishlaringiz mumkin. Albatta, uni ham har oy necha so'mdan tushishini sizlarga hozir birma-bir aytib o'taman. Birinchi telefonimiz A07 hisoblanadi. A07 ni eldan hech qanday to'lovsiz bir pasportni o'zidan necha so'mdan tushadi desangiz, har oyingizda 240 ming so'mdan tushadi. Ahamiyat beramiz, eldan hech qanday to'lovsiz. Undan keyingi telefonimiz esa A17 modeli bo'ladi. Uni oylik to'lovi xotirasi 6/128 lik bo'ladi, oylik to'lov 347 ming so'mdan tushadi. Undan keyin esa Honor X7D modeli. Bu telefonimiz oylik to'lovini chiqib bo'ladi degan bo'lsangiz, har oyingizda 342 ming so'mdan tushadi. 6/128 lik xotirasi, eslatib o'taman. Undan so'ng X9D modelimiz bor. Buni ham oylik to'lovina keladigan bo'lsak, har oyi 672 ming so'mdan tushadi. Undan keyin eng oxirida iPhone 13imiz bor. iPhone 13imizning oylik to'lovi har oyina 860 ming so'mdan tushadi. Faqatgina bu telefonlar emas, do'konimizdagi hamma assortimentlari shunday foizda, shunday kredit programmada chiqarib beramiz. Eng qulayi, eng yaxshisi bizada. Doim kundan biz o'z mijozlarimizni o'ylagan holda kredit oladimi, naqd oladimi, plastik oborot bilanmi yoki bir pasportni o'zidan umuman farqi yo'q. Har doim kundan klientlarimizni xursand etib berish uchun albatta yanında обязательно podarkalari bo'ladi. Hammangizni Influs magazinida kutamiz. Do'konimiz ochiq. Ana esa yurtdoshlar kelaverasizlar, bemalol xarid qilib ketaveringlar. Bizlarning kuzatishda davom qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.